Payg'ambar alayhissalomning tug'ilishlari, nasablari va ismlari. An Qays ibn Mahramata radhiyallohu anhu qala: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. Qays ibn Mahrama radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Men ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham fil yili tug'ilganmiz. Va ta'ala Usmon ibn Affan Qubathah ibn Ashyam ibn Lays radhiyallohu anhu: أأنت أكرم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ورفعت بي أمي على الموضع ورأيت خراء الفيل أخضر محيلا. رواهما الترمذي بسند حسن. Usmon ibn Affan Qubasa ibn Ashyam ibn Lays radhiyallohu anhudan: sen kattamisan, Rasulullohmi deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan kattalar. Men u kishidan tug'ilishda qadimgiroqman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fil yili tug'ilganlar. Onam meni makoniga ko'tarib borganda filning o'zgarib ketgan yashil tezagini ko'rganman dedi. İkkisini Tirmiziy rivoyat qilgan. Ushbu ikki rivoyatda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning fil yilida tavallud topganlari ta'kidlanmoqda. Arablarda tarixni yilning mashhur hodisasi bilan belgilash odati bo'lgan edi. Fil hodisasi eng mashhur hodisalardan bo'lgan edi. O'sha mashhur qissaning muxtasari quyidagicha: Habashiston, ya'ni Efiopiya, Yamanni bosib olgandan so'ng Habashiston podshosi Yamanga Abriha al-Ashram ismli shaxsni hokim etib tayinladi. Abriha barcha habashistonliklar qatori nasroniy dinida edi. U Yaman poytaxti San'a shahrida juda dabdabali serhasham cherkov qurdirib, unga Al-Qalis deb nom berdi. Arablarni Ka'badan burib o'z cherkoviga haj qildirmoqchi bo'ldi. Barcha urinishlari puchga chiqqandan so'ng niyatiga kuch ishlatish yo'li bilan erishmoqni istadi. Abriha Ka'bani buzib tashlab, hammani o'z cherkoviga burishni qasd qildi. Shu maqsadda katta askar to'pladi. Urushga kerak bo'ladigan barcha narsalarni oldi. Arablarning qalbiga dahshat solish uchun ko'plab fillarni ham oldi va Makkaga qarab yurish boshladi. Yo'lda hech qanday qarshilikka uchramay, Toif shahri tarafidan Makkaga yaqinlashib, Al-Mig'ras degan joyga askari bilan kelib tushdi. So'ngra Makkaga odam yuborib, u yerning ulug'ini olib kelishni buyurdi. U borib, Quraysh qabilasi rahbari, ulug'i Abdulmuttolibni yetaklab keldi. Abdulmuttolib gavdali, xushbichim, sersavlat, viqorli odam edi. Abriha uni ko'rib qoyil qoldi va taxtidan tushib unga peshvoz chiqdi. U bilan birga gilam ustida o'tirdi va tarjimonga: so'ragin, menda nima hojati bor ekan, dedi. Askarlar mening 200 ta tuyamni haydab ketishibdi. Shularni qaytarib bersang, dedi Abdulmuttolib. Abriha tarjimonga: unga ayt, kirganingda seni ko'rib qoyil qolgan edim. So'zingni eshitib hafsalam pir bo'ldi. Sening va ota-bobolaringning dini bo'lgan Ka'bani buzgani kelib turibman-u, sen uni so'ramay, o'zingning 200 ta tuyangni so'rayapsan, dedi. Men tuyani egasiman. Ka'bani o'z egasi bor, uni himoya qilib oladi, dedi Abdulmuttolib. Mendan himoya qila olmas, dedi Abriha. O'z bilganingni qilaver, dedi Abdulmuttolib. Unga tuyalarini qaytarib berishdi. Abdulmuttolib Makkaga borib, odamlarni toqqa chiqib ketishga buyurdi. O'zi bir necha kishi bilan Ka'baga bordi.
va halqasini ushlab turib iltijo etib duo qildi. So'ngra ular ham toqqa chiqib ketishdi. Abriha askaru fillarini to'plab Ka'bani buzishga yurmoqchi bo'ldi. Lekin fillar yotib olib hech o'rinlaridan turmadi. Boshqa tarafga burishsa, fil tezlab bordi. Lekin yana Makka tarafga burishsa, yotib olaverdi. Shu payt Allohning irodasi bilan to'p-to'p qushlar uchib kelib, dushmanlar ustidan tosh tashlay boshladi. U toshlar kimga tegsa, shu joyida o'laverdi. Askar qirildi. Abrihaning jasadi uzilib tusha boshladi. Uni ko'tarib Sanogacha olib borishdi va o'sha yerda vafot etdi. Xuddi ana shu yili Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam onalarining qornlarida edilar. Demak, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning onalarining qornlarida homila holida turishlarining o'zi Abrihaning askari halokatiga sabab bo'lgan. U zot barakali zotligini shundan ham bilib olsa bo'laveradi. Dushmanlar halokatga uchragandan keyin Alloh taolo iroda qilgan nur porlab dunyoga keldi. Ushbu nur quyidagi rivoyatda zikri keladigan pok nasabdan tug'ildi. Amma nasabun nabiy sallallohu alayhi va sallam fahuwa Muhammadun sallallohu alayhi va sallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manab ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b wa ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kanana ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudara ibn Nidari ibn Ma'din ibn Adnan. Rawahu al-Bukhari. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning nasablari u zot Muhammad sallallohu alayhi va sallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nidar ibn Ma'd ibn Adnan. Buxoriy rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning nasablari bo'yicha barcha tarixchilar va nasabchilar ittifoq qilgan bobolari shulardir. Keyingi nasablari Ismoil alayhisalomga borib taqalish ham aniq.